Yigitlar hamma sog' salomatmi? Tayyormi hamma trenirovkaga? Bo'ldi, quloq solyapsiz yigitlar, davayt. Yigitlar bitta o'yin o'tkazdik. Bu o'yin sizlar bilan yaqindan tanishish imkonini berdi. Men o'ylaymanki, shu bitta o'yinda ham ancha o'zimga kerak narsalar oldim. Kimda plyus tomonlari, kimda qaysi minus tomonlar, jamoaviy o'yin bo'yicha nima ustida ishlashimiz kerak, jismoniy holat bo'yicha ko'p narsa berdi bu o'yin. Raqib ham baribir shunaqa imkoniyat yaratib berdi, haqiqiy jang berdi. Sizlarni bor kuchlaring bilan o'yinda harakatlanishga majburladi. Bu sizlarni imkoniyatlarini ko'rsatib berdi. Har bir o'yinda mana shunaqangi maksimal ikkinchi taym o'ynaganda qangi maksimal darajada harakat qilishimiz kerak. O'shanda natijalar yaxshilanib boraveradi, xudo xolasa. O'shaning uchun o'yin uchun yana bir bor rahmat. Mashg'ulotni boshlaymiz yigitlar. Hozir 2 kuruk yuguryapmiz. Ungacha men qisqa bu yerda nima qilib olaman? Keyin mashg'ulotni boshlaymiz. Bugun Islomjon Vratar Anvar aka ko'rib beradi. Udarni bugun sekin уже udarlarni qo'shamiz. Все, yigitlar, ketdik, davayt. 2 kuruk ketdik, o'ngga yaqiryapti, o'rtaga. Tez ishlayapmiz. Yo'q, o'ngga, yonga qo'yapsiz, yonga qo'yapsiz. Ketdik, kiryapmiz, chiqyapmiz. O'zgartirdik. Bo'lmasa udarni yana olib tashlaymiz. Chunki undan keyin udarni bersa, missalar qotgan tortib olish mumkin-da. Bu fint Neymar'da ham yo'q. Вот так, вот он прыгает. Смотри, ты здесь прыгаешь. Ты ко мне смотри, ты сразу туда. И вот по треугольнику, окей, 3 раза. Прийти нужно вот здесь вот мощно прыгнуть. Ребята, немножко прыжковой работы сейчас. Приготовились, пошли. Вот, мощно, прыгай, мощно. Вот. Вот, отлично. Давай. Ой, две ноги. Вот. Еще по последнему. Молодцы. Давай. Давай. Вот, давай. И мощно. Давай. Эй, так, то'g'ri ber, sağda berasan, ey. Давай. Хорошо. Дали. Boş ver. Давай. Sardor. Mana o'rtadan kiryapsiz, uka, mana. Yana o'rtadan chiqib ketyapsiz, bo'ldi. Tayyormisizlar? Hop. Vot, endi chiqib ketdik, aylandik orqaga. Oyoqlar tez ishlayapti. Besh tarjimani ketdik. Koptoy bittadan koptoyga oldi yigitlar. Ha, Amir boshdan tutun chiqyapti. Mana. Hali chiqmadi-yu. Mana salqamlik. Abbosnikidan chiqyapti lekin. Ha, YouTube'ga. Nima vlog, nima deb gapirsa bo'ladi. Любой narsa mumkin. Inside training bu. Koridordan berarkan. Inside training. Tipa informatsiya beradimi? Yo, muxlislarimiz uchun trenirovkani ichidagi jarayon. Bizda hozir estafeta ketyapti. Sony Fix jamoasida. Qiziq o'yin ketyapti. Amir gol. Ko'ramiz. O'rtada Amir, o'rtada. Хорош, O'rtadan kirib, Alla qolib ketgan. ketdi, sal tezroq. Abbos. Tezroq, bos. Bo'la qol. Так, пока итогimizni доли sekundki. Давай, Burxon. Voy be. Последний. Oy! Oldinda Burxon bor. 7-joydan chiqadi. Bo'l. Fatalniy. Burxon yutqizib berdi. Как всегда.
Burxon aka, Ne, halol. mag'lubiyatda asosiy sababchisi siz bo'ldingiz, a? Ketib qoldim. Ne yutqizib berdingiz? Bizni yutyapti. Teng ketyapti. Mana yutqizdim. Nimasi nechesini bo'ldi? Ancha qolib Bittasi chiqmadi. birinchi ketyapti. Chesning bo'ldi. Burxon aka xato qildilar-ku. Shuncha aytolmadim. Narigi kamanda aytyapti, sizlar nechesini qilibsizlar? Halollik tarafdorimiz. Ha, 5 tarjimani qilamiz. Futbol halollik futboli. Nechesi rost aqlumi deylar? Yo. Men bu o'zi yevreyda, men. Ha, o'xshaydi. Qarang. Daryo komanda aytyapti dedi-yu. Shunaqa bo'lyaptimi, Sardor? Yaxshi bo'lyaptimi turnirovkalar? Zo'r bo'tdi. Cho'tki bo'tdi. Bunaqa tirnoqkalarni Baxtiyor akam qo'l ostida anchadan beri ko'pchilik orzu qilardi. Bizga Sonic jamoasiga nasib qildi. Johir aka, Nasrinalar qalay? Nasroy zo'r. Shuncha mag'lubiyatga uchraganingizdan keyin ham zo'rmi? Mag'lubiyatga bu yerda Samandar uchragan, men uchramaganman. Siz nimaga uchradingiz? Hozir men ko'rib intervyuga chaqirishyapti. Nima bo'pti? Men ham ko'ring, nima bo'pti? Qani. Jaha, uyalmaymiz, Jaha. Ketdi. Qani. Voy, nima edi bu? Yana bitta bo'lsa. Yana bitta boshqacha. 35 kerak. Ya mana. Yaqinroq kelishim. Da. Yemadi-yu, ne baqiryapsizlar? Boya yeb bo'ldi. Boya yeb bo'ldi. O'zi bitta edi. Ana maqol bor-ku. Bundan bo'lsa, Eshak haqidagi. Yengganlar qara. Kameraga. Men boshqadan bitta. Jahon. O'tga o'zim bering. Shu 3-dubl ketdi. 5-dublda ham qila olmasa kerak. Jahon, davay. Nima qilish kerak? Senga bench kerak emas. O'xshab qoldi. Havoda kelib qoldi. Mayli, havodan qanaqasi kelib qoldi? Kelni shu oldim, ko'tarib o'tib ketdi. Bo'ldi mana, ketdi. Mayli, muxlislarga haqiqiysi qanaqa bo'lganini aytib bering. Haqiqatini o'zim storiesimda qo'yaman. Sumkasini yo'qmi? 1300 ta bo'ldik. Sizda nechta? Tugadi. 5000 ta. Sizdachi nechta? 1300 tacha banda. Sizda 2 Sizdachi? Sizda nechta? 2 Sizda 2tami? Chufintda mani profilimda o'zi ham. Voy, ketdi. Vaqt tugadi. Ochko'shami? Ana bo'lmadi. Kim tepgani Varda bor lekin. Endi meni profilimni ko'radimi? Sizdachi nechta? Nima nechta? Obunachi. Obunachim 3000 talar. Boshimda aylanaman. Qani? 3000 ta like bosinglar, boshida aylanib beraman break dance avazaga. 3000 talar qo'ysanglar, boshimda aylanib beraman. Tamam. Bitta qilaylik. Bitta qilaylik. Odam ko'p, odam ko'p. Ketsin. Yaxshi o'ynab. Yo'q, bitta qilaylik. Bitta kasani, tushirga, sira sizda qilsangiz, yo bu hozir kalla qo'yadi kimlarga. O'rtaga aniq qo'yinglar, tele. Ha, kim edi o'sha? Bo'ldi. Hamma tugatdi-yu. Pastga ko'rdik. Yashil. Bu video chiqquncha tanishtiruv bo'ladimi yo'qmi? Ertaga bo'ladi, xolos. Ertaga indinga qo'yamizmi bu videoni unda? To'ppa-to'g'ri. Hozir Johir aka ikkita savolga to'g'ri javob berdilar va biz mana ikkita farzandim bor. Ikkita farzand ketdi. Rahmat kattagon. Yillar o'tgan juda ham mazasi zo'r. Rahmat. Johirga trenirovkadan qochib intervyu berib yuravering mana shunaqa. Dangazasiz-da yoki? Yo'q, zaminda o'tiradigan odam nimadir ish qilish kerak. O'zi kech qolib keldingiz lekin Johir aka. Senga nima bor ekan endi? Madomat. Nima qolsan bu yerda? Hojimatga ketganlar davom qiling. Davomatda kimlar kelmabdi? Kamron aka kelmadilar. Keyin Qudratov kelmadi. Yana Keyin Bekvayni Muhammad Ali aka kelmadilar. Keyin Muhiddin aka kelmadilar. Asror aka kelmadilar. nega kelishmadi? Sabab bormi? Kamron akani oyoqlari ishib ketgan.
Asror aka qayergadir ketib qoldilar. O'shancha kelamiz. Kudratovich ismlari esimdan chiqib qoldi. Uzr. Hozir Instagramdan aytdilar. Kelolmasliklar. Ular kecha crossfitdan keyin futbol o'ynagan ekanlar, charchab ketgan ekan, o'shancha kelmadilar. Bekvaynes muhiddinaki, Bekvaynes muhiddinaki keyin muhiddinaki nima uchun kelganlar umuman noaniq. Noaniq. Zayt kelmadi. Men sansoratsa kattalar ekanmi? Shahbozga kelmadilar. Asl ismlar Shahboz ekanmi? Shunaqa. Shahbozga kelmadilar. Sen nima qo'ling shikalatib olding? Kelganlarida ularga stip berardilar, kelmadilar. Bu stipend o'zimga qoldi. Yaxshi ham kelishmayapti do'stlar, nechingda? Yo'q. Shunaqami? Qaysi komanda kopni yo'qotsa o'sha kiryapti. Ikkita kasani mana kvadratni ichida o'ynayapmiz. Ha, mana shu kvadratni ichida. Va ketdik, boshladik. Mana kopni. Ikkita kasani. Atbor qilmadi samanda. Atbor qildingizmi? Lekin zo'r bo'libdi mashinasi. Chalg'imaymiz, jog'iriga chalg'imaymiz. Johir ekan sababli mana komandalari o'rtada talash yuribdi. Hozir o'zlari atbor qilib beradilar endi. Muhozzaji, tezroq patskas, игровой patskas yigitlar aytyapmiz. Hop, alishdik. Yigitlar, игровой patskas bo'lish kerak. Orqada tezroq aytib turibmiz. Hop, alishdik. Mana bor kopda, mana uni olinglar. Amir tezroq. Islomjon tezroq. Yaqinroq, Izzat yaqinroq. Ketyapmiz. O'ynayapmiz, yo'q atbor. Давай, спиной. Оп! И, хорошо. Давай, молодец. Да, пошел, стоп. Да, смотри. Да, вот, легче. Да. Нет, еще назад, спиной. Хоп, здесь, и. Раз, отлично. Раз, три, хоп. Спиной. Robkalar qanaqa ketyapti Muhammad? Sovudi zo'r bo'lyapti. Хорошо, давай. Qo'l titrayapti. Qotib qoldi, mana vashshab turishi. Yaxshi kadr bo'lyaptimi o'zi? Oqarib ketdi bu yoqda. Qizarib ketibdi-ku. Mening sho'r peshonam bo'ldi. Bu komanda uchun jon beriladi. Saki? Yangi nom bo'ldi-yu. Yo, baribir o'tmadi. O'yna. Ise 2022-yil jahon chempioni kim bo'ldi? Voy narsa o'yladimi? Kelib 2022-yil jahon chempioni kim bo'ldi? Fransiya. Tugadi. 22-yil Argentina. 22. Bo'ldi, to'g'ri. Tilin qilib ana qo'yaveramiz. Voy! Belim. Amir 2024 oltin top kim oldi? Yo'q. 2024. Kim oldi? Kim oldi? Isroil oldi. Kim edi? Voy. Qo'yinmidi? Voy. Lekin yaqin.
Holandga. Amir topolmadi. Men savolga men javob berib qo'yaymi? Ha, 2024 oltin to'p. 24? Ha. Messi. Nima bo'ldi? Rodrigo. Amir oxiri topdi, miyasi ishlab ketdi. Muhammad aka, o'tgan yil APLni kim oldi? O'tgan yil APLni kim oldi? Kim? Qaysi? Kim oldi? Miyani ishlatish kerak futbol o'ynatganda ham. Ha, Angliya chempionatimi? Ha? Kim? Liverpool aka. Liverpool. Oybek 2025-yil oltin to'p kim oldi? 2025 Dembele. To'g'rimi? To'g'ri. 2020. 2020 karantin emasmi? Berilmadi. Aka, bitta boya savol eshitib oldim, shuni beraman, javobni bilmasangiz. Topda uchsa beraman faqat. Mana, hop. Barsaga hat-trick qilgan oltin to'p sohibi. Shevchenko. O'zingiz aytgan ekansiz, savolli. To'g'ri bo'lgan-ku. Genrix nechta gol urgan terma jamoada? Genrix terma jamoada bilmayman, bunyodkorga shunaqa demoqchi futbol ham. Terma jamoaning topsiz lekin bitta shikolat bor. Shohruz akani ham o'ynatinglar. Maqos bu yo'qdi. Murabbiyimiz bir gap borda, ikkala vaqt maymunga o'xshab yugurib ketmalaring, yaxshi razminka qil dedilar. Bugun video olish maqsadida biz razminka to'p deb bordim, ayog'ini orqa tomoni ketib qoldi. O'shuncha hozir murabbiydan vazifa oldim. 15 krug, polniy krugda yugurish kerak. 8 krugini yugurdim, endi chadamoqman. Keyin 8 krugini yugurib, shu bilan uyga ketamiz. Murabbiyga gapiga kiringlar. 8 krug yugurdingizmi? Ko'rmadimmi? Menga qarab turingda, siz kameraga qarab turibsiz. Intervyu berayotganingizni ko'rdim lekin. Yo'q, yuguraverman. Bari bitta savol keldi aka. 2015-yil Real Madridda darvozabonda kim turgan? Darvozada. Kiko Casillas, Keylor Navas. To'g'rimi? 2015da. Endi muxlislar yozadi. Men prosta savol berdim, javobini bilmayman lekin. 2015 Keylor Navas turgan bo'lishi kerak. Iker Casillas qachon ketgan o'zi Realda? 13 ketgan menimcha. 13. Keyin zamendagi yoradasi Kiko Casillas bo'lgan. Realda. Jahon chempionatidan keyin kelganda, anaqa Navas. 2015da osman 14 dan keyingini aytolmanda. 14 da Kosta-Rikada zo'r himoyalangandan keyin darvozada Real qiziqib sotib olgan. O'sha yili billa James Rodriguez ham kelgan. Real haqida savol bermang, jinnimanmi? Realda ish hozirgacha. Realdan savol bermang, jinniman deyapsiz, mana bitta savol. Oxirgi El Klasikoda qanaqa shot qayd etildi? Super Kubok bo'ldi. Saudiya Arabistonda 2-1 Barselona yutdi, lekin o'ylaymanki, birorta Realchilar bu o'yindan norozi bo'lmadi. Real kurashib turib yutqizdi. Bitta jalka bo'lib, Realchilar ichini ortgan narsa, xafa qilgan narsa bu Xabi Alonsoni muddatdan avvalgi iste'fosi bo'ldi o'ylayman. Lekin men ko'rgan El Klasikoda 3-2 bo'ldi. 2-1 yutdi. Men ko'rganimda 3-2 bo'ldi. Siz qaysi birini ko'rdingiz? Saudiyada, Ha? 3-2 bo'ldi-da o'sha. Adashib ketdi. Trnovka Dodebot. Ha, zo'r bo'ldi.